Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Men Ernazarova Zuhra, 31 yoshman. Nigor opamga shogirdlikka tushdim. Hozirda o'zlariga olib qoldilar. Ish natijalarini ko'rib savol-javob qildilar. Men savol-javoblardan o'tdim va Nigor opam bilan birga ishlayapmiz. Hozirgi ishlayotgan bolajonlarda qanaqa bor o'zgarish? Hozir meni bolajonlarim 4 ta. Alaliya o'quvchim bor, Muhammad. Boshida ras diagnozini qo'yishgan. Kimsa rasdan chiqdi, ko'zga kontakt yo'q edi, chaqirsa qaramas edi, nutqi, sodda grammatikasi yo'q edi. Ancha hozir yaxshi. Uje alaliya qo'yishdi unga, ancha yaxshi gapiryapti sekin-sekin. Endi daromadlaringizga kelsak, A holatingiz qanaqa edi, B holatingiz qanaqa bo'ldi? A holat kelganimda o'qidim, Nigor opada tahsil oldim, pul to'lab. Keyin srazi 3 kundan keyin men ishga taklif qildilar, savol-javoblar orqali keyin ishga olib qoldilar. Sraz daromadga kirdim. Hozirda Nigor opamga shogird bo'lib tushmoqchi bo'lganlar bor-da, viloyatlardan YouTube'da murojaat qilishadi. Ularga qanaqa tilaklaringiz bor? Ularga tilaklarim, Tavsiyalaringiz? Tavsiyalarim Nigor opaga shogird tushsin. Ham Nigor opa amaliydan, ham nazariydan juda zo'r bilimlar beradilar. Biz Nigor opada nazariy jihatdan juda ko'p bilimlar olamiz, keyin amaliy jihatdan bolalar bilan ishlaymiz. Yakka tartibda bolalar bilan alohida ishlaymiz, o'zimizga berishadi. O'shanda biz amaliyotda ancha narsani mustahkamlab o'rganamiz. Rahmat kattakon, kelajakda bundan ham katta natijalar qiling.